225. Menimcha. Ochilmayapti. Kishlak mana endi ochiladi. Sharmanda qilsangiz-da. Давай. Bu biza 3 ta divanlik 990 ming so'mlik xonamiz. Qale. Ofitsiant. Kofe. Bugun men ofitsiantim bo'lasiz. Necha mazza kofelarini suvlari bilan. Kuda? Nima qilyapsiz? Pulini to'ladingiz. Davay kelishib olaylik, shuni tegmang. Qoldiring shuni. Pulini to'ladingiz. Ha, billas. Aytadimi? Sev bor ekan. Bironta millioner pulini qoldirib ketgan bo'lsa-ya. Aynan shu xonamiz 990 ming so'm turadi. Bu narxda ichiga sauna, basseyn, jakuzi, zavtrak va trenajyorniy zal kiradi. Bunaqa sharoitni aniq boshqa joydan topolmaysiz. Necha kun qolamiz? Ha? Necha kun qolamiz? 2 kun xolos. 3 kun qolaylik. 990 ming kun xolos. Ha, bo'pti, 3 kun qolamiz. Ura! Rostdan 2 kun yetmaydi.